o'rgatyapmiz. O'zingdan voz kech, lekin bolang azob chekmasin. Sen lutchi o'zingni o'ylama, lekin bolang deyapmiz. Lekin bolaga aslida kim kerak? Baxtli, ko'zi yonib turgan, hayotdan zavq oladigan, hamma narsada o'ziga maqsad qo'yib shu maqsadga erishadigan ona va ota kerak. Va qachon biz bolaga bolam bunday bo'l, bolam bunday bo'l deganini sizni bolangiz eshitmaydi. Sizning bolangiz sizni ko'rib, sizga qarab o'rganadi. Siz qanday yashayapsiz? Siz hozir jertva bo'lsangiz, siz hozir o'zingizdan jabrdiydani yasayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon hayotingizni unutib qo'ygan bo'lsangiz, bilingki bolangiz ham aynan sizdan xuddi shu narsani o'rganyapti.